Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Hop, bugun bizda yangiliklar kelgan. Rekani qalini, lapshi, ipalovoy taxti, apalkaga o'xsharamiz. Strapila to'zon hammasini hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishimizdan oldin iltimos qilardim, shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lgan bo'lardim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, manfaatli bo'ladi. Hop, juda ko'pchilik tushunmabdi, bu faqat optim narxga ham deyishdi. Yo'q, akalar, bemalol shu bay bir dona olsani ham qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsani bo'ldi, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha sizlarga arzon sifatli yog'ochlarimizni qilib beramiz, akalar. Bo'lmasa biz bir chekkadan boshlaymiz. 11,5 6 metrlik strapilamiz bo'ladi. Holatlari zo'r, xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. Talab ichki tarafdan ko'rsatdim. Mana yo'llari uzunligi 6 metr, 11,5. Narxi buni akalar 87 ming so'm qilib beramiz. Holatlari a'lo darajada, mana sifatini ko'rsizlar. Zo'roqdan ko'rsataman. Bu yerda rekamiz bor. Reka 4,5, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin, buni ham holati xudo xolasa zo'r. Sifatlari ham xudo xolasa zo'r. Bunda har qancha bor, bir yetarli bundan. Buning narxi akalar 6 ming so'mdan. Bittasi kreatimizdan ham tushib qo'yamiz, shu qoldi. Hop, palovoy taxtamiz 10,5 ga, qalinligi 2 ligi. Bu 9 ga 2 ligi. Buning narxi 34 ming so'm, 10,5 ligimizda 36 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Xuddi shunaqa sifatda bo'ladi. Qo'lli rekamiz esa 10 ming so'mdan. Uzunligi 4 metr, 7,5. 9,5 strapilamiz, uzunligi 4 metrli, lagiga strapilaga ishlatsa ham bo'ladi. Holatlari xudo xolasa mana zo'r. Narxi akalar buni 46 ming so'mdan qilib beramiz. Hop, bu yerda mana lapsha taxtamiz, ya'ni dimovka yog'ochimiz bo'ladi. Buni orqa tarafdan ko'rinishi. Bu 8 ga 2, o'sha 78 ga 2 kelgan, uzunligi 4 metrli. O'sha 8 ga 2 chiqadi. Buni narxi akalar 25 ming so'm. Buni o'rzo'roq varianti, parashok kelgan varianti ham bor. Bu o'rzo'roq. Bunisi 25 ming so'mdan mana. Oldilari 8 ga to'liq 2 lik razmerimiz. Qalinroq so'ragan ukalarimizga bu 11 ga 2 lik polimiz. Narxi 36 ming so'm, 4 metrlik. 4,5 ga 4, ya'ni 4,5 ga 37, uzunligi 4 metrlik. Mana bu sifati, holatlari zo'r. Buni narxi akalar 6,5 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Metr 6,5 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Hop, bu yerda 4 metrli o'sha arzon lapshamiz bor. 75 ga 1,7, uzunligi 4 metrli. Narxi 23 ming so'mdan qilib beramiz. Dimovka bu akalar, ya'ni o'sha tunkan tagidan qo'qadigan yog'ochina bo'ladi. Tunka qiladigan bo'lsa, обязательно shunaqa narsa olib qo'qishing kerak. Oldida qalini o'sha 78 ga 2, uzunligi 4 metrli. Buni 25 ming qilib beramiz, buni 23 ming qilib beramiz. Hop, bu yerda strapilamiz bor, 11 dan plus, qalinligi 3,5, uzunligi esa 4 metrlik bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, bular narxi akalar 62 ming so'm. Buni o'zi arzon variantini ko'rsataman. Uni ham ko'rib qo'yasizlar. Bu ham bor. 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik to'sinimiz. Narxi akalar 145 ming so'mdan qilib beramiz. Aloqaga chiqsani, telefon qilsani, xudo xolasa sizlarga razmeri nima kerak bo'lsa, o'shani rasmini tashlab beramiz. Ma'qul kelsa zakaz qilasizlar. Jo'nataveramiz, pulini shopirdan beraverasizlar. Xohlasani kart orqali ham to'layverasizlar. Bu 3 metrlik, 7 ga 3,5, uzunligi 3 metrlik qo'lligimiz bo'ladi. Ya'ni atxo chiqmaydigan ukalarimizga, 1,5 dan kelsadan ukalarimizga uzunligi 3 metrlik. Metri buni 10 ming so'm, buni ham metr akalar. Hop, qalin shpuntimiz 11 ga 3, uzunligi 4 metrlik, 138 ta qopti. Narxi 60 ming so'mdan akalar. Foydalaninglar, xudo xolasa 65 ming, 64 ming sotganmiz. Taga bo'shadi pulimiz. 15 ga 5, 115 ming so'mdan, uzunligi 4 metrli, 15 ga 5imiz bo'ladi. 115 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Hop, bu yerda soni 9, 11, 14 lik strabilamiz, 9 dan boshlaymiz. 9,5, uzunligi 4 metrli, tunkan tagga bemalol, xudo xolasa xijolat qildirmaydi. Tunkan tagga ishlardi akalar mana. 9, qalinligi 3,5. Mana kurslar bitida yo'roq bor, xudo xolasa bu tarafga o'tmagan, ko'ngilotijam qilasizlar. Biti tarsofga bo'lmagan. Uzunligi 4 metrli, mana bit qora, bag'i oq.
bitiga ahamiyat bermaslik, chunki biti tarsofka bo'lmagan yog'ochlarimiz 46 ming so'mdan 11 lik strapilamiz mana ko'rishingiz mumkin. 11 ga 3,5, uzunligi 4 metrlik bo'lgan. Buni ham o'sha biti tarsofka bo'lmagan, lekin narxi sto'shi, xudo xolasa narxga arziydi. Narxi okalar 56 ming so'mdan. Bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin. Mana strapila, xudo xolasa baquvvat, shiperga bemalol aytaveradi. Shiper ton qiladigan bo'lsa, 56 ming so'mdan hamma shu razmerdan o'litgan okalar. 14 lik strapilamiz, bu pachka ozroq qoldi. Yangi pachkani buzib beramiz mana. Yangi pachkamiz uzunligi 4,20 gacha chiqadi. Narxi okalar, hop, buni narxini 72 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4,20 gacha bo'ladi. Holatlari xolisdir. O'sha rossiyskiy yog'ochimiz. Rossiyadan ham keltirganmiz. Rossiyskiy sertifikatlargacha bor, ko'rsatamiz, xudo xolasa. Narxi 72 ming so'mdan. Bu yerda juda katta pachka bordi. Bu o'zi pashtiy qolmadi, xudo xolasa. Sizlarga yangi svejiy pachkasini buzib jo'nattirib beraman okalar. Juda ko'pchilik so'ragan 15 ga 2,5 palovoy taxtamiz bo'ladi. 2,5 deydi, qaraligi 2,5 chiqmadi. Bu 6 metrlik, 570 lik ise. Hop, narxini hozir bir minut tanishtirib o'tib ketaman. Bu 6 metrlik okalar 100 ming so'm chiqadi. 15 ga qaraligi o'sha 23-24. Sizlar obzori bor okalar, obzori yo'q emas, obzori bor bunisini. Bunda unaqa 570 unaqa katta obzori bo'lmaydi. Narxi uniki 95 ming so'm chiqadi. 100 mingga 95 ming so'm. 11 lik strapilamiz, qarag'ay uzunligi 6 metrlik, bunisi 92 ming so'm chiqadi. Mana pachkasi okalar. 14 ligi bor edi, qolmadi. Hop, bu yerda 75 ga 1,7miz, ya'ni o'sha oldagi pachkasi boya aytayotgan 23 ming so'mlik yog'ochimiz bo'ladi. Hop, strapilamiz narxi 62 ming so'm, 11,5 ga 3,5. Ko'rdinglar, xudo xolasa. Hop, bularimiz 15 ga 2,5, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Okalar, bularning narxini 67 ming so'mdan qilib beramiz, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Holatlari xudo xolasa buni ham zo'r. 6 metrlik strapilamiz yana bitta. Buni narxi okalar 90 ming so'mdan. Bu ham qiziq bo'lsa, buni ham pachkasini buzib sizlarga yuklatib beraman. Endi bu yerda 3 metrlik yog'ochlarimiz bor. Razmerlari hop 28, 33 lik, 35 lik bularni telefon qilib so'rasanglar, narxini chiqazamiz. Bular o'zi yaqinda keldi. Hali narxini to'shni chiqazmadi u, lekin keyingi safar videolarda chiqishga harakat qilaman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, xudo xolasa narxini sizlarga aytib beramiz. Hop. Yana nima qoldi hozir? Hop, aytgancha bu yerda yog'ochimiz, aksiyada yog'ochlarimizdan hop, shular qo'yam 20 ming so'mdan qilib beramiz lapshalarimiz. 8 ga 2 lestovagimiz 23 ming so'm. Bular 100 ming so'mdan qilib beramiz. 18 ga 5, 14 ga 4,5, o'shunaqa razmer hammasini olgan 100 mingdan qilib beraman. Buni 20 ming so'mdan qilib beraman, hammasini olganga okalar. Bemalol foydalanib olsangiz bo'laveradi. Hop. Yog'ochlarni xudo xolasa absolutni ko'rsatuv hammasini hech qaysiniz qolib ketmadi menimcha. Hop. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Bitta narsani eslatib o'tamiz. Hop, pul to'lovlari qanaqa bo'ladi? Juda ko'pchilik musofirda okalar telefon qilishadi. Pul to'lovlarimiz karta orqali, naqd pul farqi yo'q. Shopperdan berib yuborsani ham bo'laveradi borgandan keyin, obratniy karta orqali tashab bersani ham bo'laveradi. Shopper masalasini juda ko'pchilik gapiribdi. Shopper masalasi okalar, qo'ldan kelgancha, misol agar ko'proq narsa oladigan bo'lsani, agar biz aytgan narxda oladigan bo'lsani, yo'l kiranini yarmini qilib berishimiz mumkin okalar. O'sha tarafdan ham inobat ko'p bersizlar, xudo xolasa o'zimiz moshinalar bor, arzonroq tashab beradi, hech qanaqa yo'l kirani o'ylamang okalar, qimmat bo'lib ketadi, yo bo'lmasa haliga nima desa bo'ladi. Edan olsa qimmat bo'lib ketadi, yo'l kira bilan o'zimizga bir xil bo'ladi degan fikr bo'lmasa, bu yerdan olasizlar, sifatli yog'och olasizlar. O'shanisi sizlar yutasizlar, xudo xolasa sifatli yog'ochlarni sizlarga yetkazib beramiz okalar. Hop, bo'lmasa bitta chiroyli obzor qilib beraman okalar sizlarga. Hozir ko'rgan yog'ochlaring hammasi. Hop, yana bitta narsani eslataman. Bu misol sizlarga kerakli razmerni agar ko'rsatmagan bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz, skalatda ham juda ko'p katta assortiment yog'ochlarim bor. Aloqaga chiqsangiz, sizlarga chiroyli narxda qilib beraman okalar. O'sha razmerni menga tashlasangiz, shu razmeringlarni hisoblab
sizlarga aytib beramiz akalar. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bo'lsin, kanalga obuna bo'lib qo'ying akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.